Barchalarga salom bo'lsin. Sizlar bilan Frezi Pavlogomol. Bugungi rolikimiz Bullrop saytida ko'ramiz. 300 ming so'm balans qilib qancha yutsa olib ketishimiz. Endi Bullrop saytiga o'tib olamiz. Bu mana Telegram kanalim bu yerda nima qilamiz? Bu yerda Bullrop saytiga tekinga promo kodlar tashlaymiz. Bu promo kodni terib siz Bullrop saytida tekin kesa olasizlar. Bu yerda Telegramda obunachilarning kuniga 60 yoki 360 chiqasigacha mana ko'rishingiz mumkin. Promo kodlar ko'p tashlayman. O'tib olishlar maqsad beraman, silkasi profilda bo'ladi. Sizga foydasi tegadi degan umiddaman. Kuniga undan ham ko'p yutib chiqasizlar mumkin. Silkasi profil Hop bola mana Bullrop saytiga o'toldi. Endi qanaqa qilib balans to'ldiraman, menga o'xshab balans to'ldirmoqchi bo'lsanglar, qaranglar, hozir shuni PUBG ga to'laydi. Men plyusni bosasizlar, mana shu plyusni bosganingizdan keyin mana chiqib keladi yoki mana bu to'ldirish bosasizlar yoki pastroy tushum hisobini to'ldirish bosasizlar, sizlarga Uzcard, Home Visa, Click, Steam, kriptovalyutadan ham to'lashlar mumkin. Даже hop payment olib tashlashibdimi? Bor, bilmadim, bordir. Hop qaranglar, misol uchun sizlar balansinglarni 460 ming so'mga balans to'ldirmoqchi bo'lsanglar, sizga 3 ming bulcoin beryapti. 460 mingga nima tushgan bu bulcoin sizlar qanaqa qilib ko'paytiraman desanglar, mana promo kod degan joyga Frezi deb yozsanglar, bolalar sizlarga 3700 bulcoin tekinga qo'shib berishyapti. 3700 bulcoin qilib berishyapti. Frezi sizlarga 20% qo'shib berishadi va 26% omad qo'shib beradi. Ya'ni omad degan bu omadli promo kod bolalar. Sizga Frezi 20% qo'shib beradi. Bitta tashlagandan keyin yana tashlay olasizlar. Hozir ko'ramiz Frezi promo koddan qancha yutib chiqarishi. Hop. Biz hozir balansimizni 300 ming so'mga balans to'ldirib olganmiz. Frezi promo kod orqali va 300 ming so'mga qancha yutib ketishni ko'ramiz. Bolalar 8100 so'm to'laydi aytgancha bemalol Telegramga yozaveringlar. Albatta Telegram kanaliga o'taylar. Telegram kanalimda bo'ladi. 8100 ni bolalar sizlarga arzon qilib beraman. 8000 so'mga sotaman atiga. Hop, yaxshi, o'sha 4000 tushdi ko'rasizlar bolalar qanaqa omadli bo'lganini. Bizda o'sha 4000 bulcoinimiz bor. Tak yana 3 tala propsit. Hop, bizga nima tushar ekan? Albatta bolalar obuna qo'yinglar, adda shu xursandlardan obuna bo'lib qo'ysangiz, bitta obuna bo'lib qo'ysangiz, men adda shu xursand bo'laman bolalar. Va like bosib qo'yinglar videoga. Bolalar Turkiyaga harakat qilaman, kuniga video qo'yaman bolalar, sizlar uchun qo'yaman. Obuna bo'lib qo'yinglar, shunga yarasha adda shu xursand bo'lardim. Obuna bo'lib qo'ygansiz, adda shu rahmat bolalar. Turkiyaga harakat, Turkiyaga o'z ozgina qo'yamiz. Bitta obuna bo'lib qo'ysanglar, kanal motivatsiya bo'lardi menga. Yaxshi. Yana ikkitalik go. Albatta videoga like bosib qo'yinglar bolalar. Telegramda promo kodlar tashlab turaman kuniga 1600. Endi kelinglar mana shuni 3 talik qilamiz. Yuqori xavf qilib 3 talik propsit ochamiz va bizga hozir ko'ramiz nima tushishini. 1600 tak. Yana 3 talik propsit yuqori xavf qilib voy 977 tak. Bitta propsit bilan ochib ko'ramiz endi nima tushar ekan. 1200 yaxshi. Tak, bizga tishlar ham yig'layapti. Ko'rasizlar, sizlar machaq kesa ochsanglar, sizga machaq tishlar yig'ilib qoladi. Hop, 1592 yaxshi. Yana bitta propsit. Cho'ta yaxshi beryapti bitta-bittada. Bitta beryapti, bitta plyus beryapti, bitta beryapti, bitta foyda beryapti. Tak, hop, yana bitta ochamiz. Hop, yana bitta ochamiz. Bizga hozir ko'ramiz 210. Davay bitta. Zato tishlar yig'layapti, shu tishlarni ko'p qolaylik. Hop, tak 325. Davay bitta pichoq bor endi. Bitta propsit go. 941. Yaxshi. Kommentariy yozib qoldiringlar qanaqa kes ochaman. Keyingi videoda o'sha kes ochishga harakat qilaman. 2000 tushdi, yaxshi. Yana ikkita propsit qilmoqchi, lekin bitta ochilib ketdi. Tak, hop. Endi 3 talik yetmas ekan, 2 talik propsit bilan ochib ko'ramiz. Voy. Tak, yana bitta propsit. Yaxshi, 2,5 ming. Tak, endi tishlarimizni almashtiramiz. Bizning tishimiz o'sha 31 mingta bo'lib ketdi. Hop. Albatta balans uchun Frezi qilinglar bolalar, sizlarga 20% qo'shib berishadi va omadli promo kod ko'rasizlar, sizlar nima tushganini. Hop, o'rtasini tanlaydi, bizga 3,5 ming berdi, yaxshi. Ko'rasizlar, sizlar mashaq kes ochsanglar, sizga mashaq tishlar beradi. Tipa cashback deb bolalar, mana shundan endi 2 tala ochib ko'ramiz. Hozir biz 718 tega ochdik, bizga hozir ko'ramiz nima tushishini.
Hop. Bizga minus berdi, yana ikkita propustit. Hop, 456, yana ikkita propustit. Cho'ta bu bo'lmayapti, minus beryapti. 1000 tushdi, yaxshi. Bo'ldi, chiqamiz bu keysdan. Bizda уже 6,5 ming coinimiz bor. 2,5 dan tak Atlantic degan keysdan 5 talik propustit bilan ochib ko'ramiz. Hozir yuqori xavf qilamiz. Bo'ldi, 5 talik propustit hozir ko'ramiz. Keysga ochamiz. Keyin mashinadan keyin PUBG ga o'tamiz. 2,5 ming. Hop, endi PUBG ga o'tamiz. Keldi, mana shu Atlantic degan keysdan ochib ko'ring, 5 talik mana shu PUBG dan. Tak, hop, 5 talik propustit ochamiz va bizga nima tushar ekan? Yaxshi 3,5 ming tushdi. Ko'rasizlar bo'ldi, 4 ming tushibdi pashti. Voy, mashina tushdi. Voy, super kar tushdi, ko'rdinglarmi bo'ldi? Tak, 5,5 ming sotamiz. O'sha bizda 10 ming coin bor. Endi yana 5 talik propustit ochamiz va bizga hozir ko'ramiz nima tushishini. 1,5 ming tushdi, yana 5 ta propustit ochamiz. 1600 tushdi, yana 5 talik propustit ochamiz. Tak, bizga 3000 tushdi yana. Hop, bizning minusimiz ozgina minusimiz 3000. Yaxshi, foydadamiz. Yana ochamiz. Davay, bitta normalniy beror. Daysi bolalar, siz like bosgan bo'lsangiz bo'ldi. 10 talik propustit sizlar like bosib obuna qo'yganinglar uchun 10 talik propustit sizlar uchun ochilyapman. Voy, shunga yarasha bo'lib obuna qo'yinglar albatta. Hop, endi tishlarimizni almashtiramiz. Tishlarimiz hozir bizda 30 mingta. Hop, bizga necha tushar ekan ko'ramiz. Men birinchini tanladim endi 3000 tushdi. Hop, bolalarning shaxsiy kabinetiga o'tamiz. Bizga 3261 coin berdi. 10 ming coinimiz bor. Keyin manta degan keysdan 5 talik ochib ko'ramiz. 5 ta propustit va hozir bizga nima tushishini siz bilan birga ko'ramiz. No, mayli, ozgina edi. Bu kichkina keys bo'lib yo'di. Kam keyslar ham bor. Albatta bundan so'lroq ekanda freeze qilinglar. Hop, keldi, BV M3 ochib ko'ramiz. Bizga hozir nima tushishini siz bilan birga ko'ramiz. Bittalik go. Mashinalar tushirsin, davay. Tak, hozir bizga yaxshi. Voy, o'tmadi. O'tganda necha edi? Voy, 7000 ekan. Daysi bola yana bitta propustit 700. Endi yuqori xavf qilamiz. Bitta propustit 700 ga yana bitta propustit va oxirgi propustitimiz, ya'ni oxirgi kesochimiz. Hop, bola endi chiqarib olish. Bizda o'zi 300 ming so'mga bilasizlar. Где-то 300 ming so'mga 2100 beradi. Undan ham kam beradi. Lekin biz Bullrop saytida 300 ming so'mga Freezy promkod orqali hozir ko'ramiz. Kam so'm bilan Bullrop saytdan qancha yutganimiz. Shunda ruscha qilib, ruscha hammasini ko'rsatadi. Hop, bizga 7100 chiqasib ketamiz Bullrop saytdan. Ko'rsatsan bo'l arzon yati. Hop, bizda Amerik Pasadona keldi, keskida ham bor edi. Keskida amayli bo'lib buni olib qo'yamiz. Biz Bullrop saytdan 7100 chiqasib ketamiz. Albatta videoga like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar ham arzon so'mga kattaroq yusab ketinglar. Freezy promkod orqali. Mana 7100 chiqasa olamiz. Endi menuni bosamiz. Lичный kabinetga o'tamiz. Mana bu tik keladi. Hop, hammaga xayr bo'lsin. Siz bilan Freezy